Assalomu alaykum hammaga. Bugungi haftalik tahlilga xush kelibsiz. Qisqacha qilishga harakat qilaman, vaqtinglarni olmaslik uchun, ya'ni ortiqcha vaqtinglarni olmaslik uchun va undan tashqari mana shu DXY, GPUSD, Gold, Nasdaqda ideyalar berishga harakat qilaman va undan tashqari agar vaqtimiz yetadigan bo'lsa USD, JPY da ham ideya berishga harakat qilaman. Xo'p, o'rtoqlar, demak haftalik tahlilni boshlashdan oldin bir narsani aytib ketaman. Mana shu описаниеga o'tadigan bo'lsanglar va kommentariyaga o'tadigan bo'lsanglar, xuddi shu ideyalar bo'yicha birga savdo qilish demak usuli mavjud va u narsani Telegramga o'tib, shartlarini bemalol ko'rib chiqsanglar bo'laveradi. Qani bo'lmasam ketdik. Xo'p, nimani ko'rishimiz mumkin? Agar e'tibor beradigan bo'lsak, bizda bir necha martalab mana shu sell side zonalarimizni demak yechilishini ko'rishimiz mumkin. Bizda hozirgi holatda demak sell sideimiz yechildi va undan keyin juda chiroyli agressiv yurish bilan deb qo'yaman. Narx demak buy side nuqtasiga qarab turib harakatlanyapti. Mana shu nuqtada eng yaqin zonadagi liquidness bor, ya'ni dushanba kuni agarda yoki bo'lmasam seshanbagacha target qidirayotgan bo'lsak, mana bu nuqta biz uchun equal highlarimiz birinchi target nuqta vazifasini bajarib berishi mumkin. Xuddi shu zonagacha katta ehtimol bilan demak buy ishlab ko'rsak bo'laveradi. Uzr. Xo'p, undan tashqari ikkinchi targetimiz qayer bo'lishi mumkin? Ikkinchi targetimiz mana bu nuqta bo'lish ehtimoli yuqori. Misol uchun qanaqa ssenariy bo'ladi, endi ko'ramiz. Men o'zi odatda narxni bir muddat bizni discount zonamiz yoki bo'lmasam equilibrium deb qo'yamiz, ya'ni adolatli narxgacha tushib turib va mana shu zonadan yuqoriga ketishini kutgan edim, lekin afsuski bunday bo'lmadi. Bizdagi mana bu nuqtadagi FEG'imiz demak narxni juda ham chiroyli ushlab qoldi. Va ana o'shandan keyin bizda hozir ko'rishimiz mumkin buy side'ga qarab turib hujumni. Xo'p. Endi qanaqa ssenariy bo'lishi mumkin? Ya'ni mana shu kunlik time frame'ni o'zida tomosha qiladigan bo'lsak, bizda mana bu nuqtada hozir order blokimiz shakllangan va narx keyingi hafta bizga bitta mana shu FEG, ya'ni ichki likvidligimiz va order blokdan reaksiya olgan holatda bu yergacha ketib qolishi mumkin. Lekin hozirgi holatda to'g'risini aytganda aniq zonalarni berishga to'g'risi 50 vaziyat. Nimaga deydigan bo'lsanglar, hozirgi bozordagi holat va global mana shu demak dunyoda bo'layotgan notinchliklar evaziga juda ham bozorda nostabillik desa ham bo'laveradi. Ya'ni siz kutgan zonaga tushmaydi yoki bo'lmasam tushib turib mana shu zonani buzib o'tib ketib qolishi mumkin. Lekin umumiy holatda demak keyingi haftaga mana shu buy side nuqtamiz va mana bu nuqtagacha men kutayapman. Va ana o'shandan keyin endi bilmayman, balki bitta mana shu discount zonamizga tushib turib, mana bu zonada qolib ketgan likvidliklarni hech bo'lmaganda 50% gacha yechilishini menimcha kutsak bo'laveradi. Lekin baribir mana shu yergacha bo'ladigan harakat biz uchun muhim hisoblanadi. Xudo xolasa DXY'da endi shu bilan keyingi hafta ko'ramiz. Keyingi haftada demak bizga targetlarimizni olib bergandan keyin undan keyingi haftadagi ideyalarni kutib qolinglar. Balki men har kuni kunlik tahlil ham chiqarishga harakat qilib ko'raman, agarda menda dangasalik bo'lmasa. Bo'lmasam hammalarga rahmat. Bugun demak sizlar bilan DXY'ni ko'rib chiqdik. Endi bundan keyingi videomiz, ya'ni haftalik tahlilimiz GBP USD uchun bo'ladi.